Bu sportga kirib kelganimga 2 yil bo'ldi. Ungacha men maktabimizdagi to'garaklarga qatnashib kelganman. Murabbiyim shu Parallimpiya atletikadan sport borligini tushuntirgan, qatnashishimni, qiziqishimni oshirgan. Shu 2 yildan beri shug'ullanib kelaman. Hozirgi vaqtda 3 karra disk uloqtirish bo'yicha O'zbekiston chempioniman. Bu sport kemasimdan oldin bo'ylarim past, nimjon, tez kasal bo'ladigan, har doim kasal bo'lib, shamollab yurib, keyin sportga kelib, immuniyatim rivojlanib, bo'ylarim o'sib, tetiklashib, do'stlar orttirib, yaxshi bo'ldi. Natijalarga erishdim. Kelajakda olimpiya chempion bo'lish, jahonga chiqish, O'zbekistonimizning bayrog'ini ko'kkalarga ko'tarish, madhiyamizni boshqa davlatlarda g'urur bilan aytish. Shunday O'zbekistonda imkoniyat cheklanganlarga qanaqa imkoniyatlar borligini, ular hech kimdan kam emasligini, o'sha sog'lomlar bilan bellasha olib, ulardan ham yuqori natijalarga erisha olishini isbotlab berish niyatlarim bor. Inson sport bilan shug'ullangan ham aqliy, ham jismoniy rivojlanish bo'ladi. Bunda gohida travma olasiz, gohida yutqazish bo'ladi. Bunda yutqazish bo'lgandan keyin orqaga chekinib, men qila olmas ekanman bu ishni, bunga to'g'ri kelmas ekan bu deb orqaga chekinish emas. Qaytamga bizaga yutqazdikmi, endi oldiroq harakat qilish, g'alabaga undan ham intilish. Biz bundan ham kuchli bo'lishimiz, sabrli bo'lishimiz, toqatli bo'lishimiz, sportchi hamma narsaga tayyor turishligini, har xil vaziyat bo'lishi, shunga tayyor turishini his qilaman.